Yangi qishloqqa ham kelib oldim. Endi bu yerda merni uyini topish kerak. Voy qishloqqa, salom. Salom yangi uyga. Men ismim Maxa. Salom Maxa. Sening isming nima qishloqqa? Max. To'xta, yurgin bu yoqqa. Nima deysan? Merni uyimi? Mana bo'lsa kerak merni uyi. O'sha. Bo'pti, men ketdim. Xayr Max, xayr Maxa. O aytgancha bolalar, aytgancha men aytgancha bolalar, aytgancha kamerani yo'q qo'yganim bu umuman esimdan chiqib ketibdi. Va quyosh botyapti. Tezroq men uy topishim kerak o'zimga. Hozir. Bo'ldi. Quyosh botayotganim bu juda yomon. Juda yomon. O'ta yomon. Bugun men nega deb turib qolamanmiz. Turimiz-da hechmasa. Voy. Janob mer. Kim bu? Kiraversin. Voy, qishloqqa senmiding? Yo'q, men emas, sizlarchi yo'q. Voy, assalomu alaykum janob mer. Salom, yangi o'yinchi. Men bu yerga yangi keldim. Birorta uy bormi? Bugun sizga ham yashab qolib tunab bo'lmoqchiman lekin chunki tunam tushyapti. Yo'qol qishloqlar, yo'qol. Jitilar ey. Mayli, menikida turib qolasan. Ertaga chiqib ketasan. Bo'ldi, mana bu yerda hali hech kimga xalaqit bermasdan yotaman. Voy, yot. Bo'ldi, uxlayman. Ertalab ham bo'ldi. Yo'qol qishloqlar. Rahmat sizga janob mer. Va sizda uy bormi? Uy bor. Bu yerda ko'znitsa bor oxirida. Qancha? 132 ta olmas. Mana muammo yo'q. Bugun nechi telefonim berib turing. Chizlama. Ho'p. Janob mer, uy qancha? 132 ta. Sandiqdagi men pullarim bo'lish kerak edi desam, nima ekan? Qarz olmading. Tashmanda. Hozir undan qilib, voy, bir stak bo'ldi, bir stak mana yo'q. Chal kashfi deyapman. 32 ta berishim kerak sizga. 19, 20. Hozir yana 3 ta kerak. 4 ta monetan. Yaqsak yerda bo'ldi. Mana shu yerdan qilib mana bu 7 tani 20 bittaga qo'shib qo'ysam, mana 4 tani qo'shib qo'yaman, 32 ta. Bo'ldi, men uyga ketdim. Xayr. Bo'pti. Agar o'tgan bor menga bor 32 ta. Bo'ladi. Xo'p, qo'shib turing. Nega urasan? Qo'shib turing-da, mana 2 stak almas berdim. Mayli, ketaver, xo'p. Mana ko'rganinglar do'stlar, uy sotib oldik. Qaysi uyga? Ko'znitsa dedi-da. Tampot uy. Hozir qaysi gapni menga berdi? Qishloqlar ko'p. Max, nima deysan Maxa? Sen mening yaqin do'stimsan bu yerda. Rahmat. Mayli, xayr, men hozir mer oldiga o'tib janob mer, menga qaysi agarni bersangiz, oldingdagi 2 talik buzuqroq. Voy, faqat shu bo'lmasin degandim. Endi nima deymiz? Shu 32 ta olmasmi? Buni men 5 ta olmasga olardim. Bilmay qopman. Hazil. Menga hali chelak kerak. Chelak qanday yasaladi? Chelak. Umringdagi qala. Yo'g'ram ketdi. Birinchi bo'lib biz yaxshisi uyni bezatamiz. Bizga ustunlikroq hozircha. Gilamdan boshlayman. Hoppa. Obsidianlikka o'xshaydi bular.
Sizlar o'xshatdinglarmi zato, lekin men o'xshatdim. Zato'mish men o'xshatdim zato. Tilim aylanmayapti. Mana hozir bitta narsa qo'yaman. Bir stak uyimga yetarmikin? Yo, otib olarmikin? Kichkina-yu. Ha, mana bu yerga ikkitali sandiq bo'lsa bo'ldi. Rejamni bilib oldim. My pinky tomato. Blackbed qo'yamiz. Yaxshi, mana bu yerga ikkitalik. Mana ne yotib qoldi desanglar. Mana bular qo'yib turib, ularni ham qo'yib, mana ularni ham qo'yaman. Mana bu hozir ish qurollarning kerak bo'lar edi. Mana bu hozir olib, mana olmaslar yo'q. Hali men ovqat ham sotib olaman. Sotib olingan. Menga buzuqroq uy berishadi desam, normalniroq uy berishdi. O'zim bezatib olaman-da. Mana bu yerga shulker. Mazam qo'shib qoldi. Yangi qishlog'im bu meni. Oldingi qishloqlardan ko'ra yaxshirog'im deyapsiz albatta. To'g'ri yaxshi ya, oldingi qishloqlarda. Men hozir agatimni to'g'rilashim kerak. Kelarda hozir biz verstak yasab olamiz yaxshisi. My pinky dingy. Ora siki sevindim. Vay. Maletta. Versak shuni yasalamidi. Voy dadim, meni voy dadim deydi. Bularni qo'yib, mana bularni qo'yib, 60 ta qilib olsam. Verstak qayerga turgani yaxshi. Ha, menimcha verstak yo'q, mana qo'yaman. Bo'ldi, mana bu yerni hozir sandig'imda stakka qo'yib paqirganda yasalar edi. Voy, asablarim. Yaxshi, hozircha agarodga tegmay turganim yaxshi deb o'yladim. Va bolalar, videoni shagacha ko'rgan bo'lsa, like, comment, qo'ringlar bolalar. Qo'ringlar bolalar. Iltimoslar, qo'ruvlasizlar. Menigida lekin qilib oldim. Shuni esinglarda qoldiringlar. Bu birinchi mernikida turib qolgan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bolalar. Bolalar, videoni shagacha ko'rgan bo'lsanglar, tirs qilib like, comment, podpiskani bosib qo'yinglar bolalar. Obuna, subscribe degan tugmachani bosib qo'yinglar bolalar. Sizlar uchun bu oddiy tugma bo'lsa, men uchun bu nima desam bo'ladi? Juda katta motivatsiya bo'ladi. Xayr, sog', salomat bo'linglar bolalar. Men sizlar bilan esa mag'a bo'ldim va kelgusi videolargacha ko'rishguncha xayr bolalar. Sog', salomat bo'linglar.